Bachadon bo'yni raki. Har yili dunyo bo'yicha 500 mingtaga yaqin ayolda bachadon bo'yni raki aniqlanadi. Bularning 233 mingtasi shu kasallik sababli olamdan o'tishadi. Ya'ni bachadon bo'yni raki yoki bo'lmasam bu rak keltirib chiqargan asoratlar natijasida o'ladi. Rak kasalligidan o'layotgan har 5-ayol papilloma virus keltirib chiqargan bachadon bo'yni raki kasalligidan o'ladi. Rossiyada har kuni 18 ta ayol bachadon bo'yni raki kasalligidan o'ladi. O'lganlarning deyarli barchasi 40 yoshga ham to'lmagan ayollardir. 19-tip odam papilloma virusi asosan ayollarda to'g'riichak raki, bachadon bo'yni raki, qin rakini keltirib chiqaradi. 16-tip odam papilloma virusi esa ayollarda og'iz halqum rakini keltirib chiqaradi. VPC vaksinasini olgan qizlar VPC vaksinasini olmagan qizlarga qaraganda bachadon bo'yni raki, to'g'ri ichak raki, qin raki, og'iz halqum rakidan kam kasallanishadi. Ya'ni vaksina olganlar bu kasalliklar bilan, rak kasalliklari bilan kam kasallanishadi. Ayollarga bachadon bo'yni raki qo'yildimi, 50% ga yaqin ayol shu kasallikdan o'ladi. Ya'ni o'lim foizi 50% ga yaqin. Bu vaqtida aniqlansa, agar bachadon bo'yni raki kech aniqlanadigan bo'lsa, o'lim foizi ham oshib boradi.